Sizlar bilan men Raider. Bolalar, bugun Roblox o'yinida biz ham mana shu o'yinimizni o'ynayapmiz. Bu o'yinda zombilardan ovqat tayyorlaymiz. Shuning uchun bu o'yinda hozir Hasan, meni ukam bilan boshlaymiz. Salomlashib qo'y uka. Salom hammaga do'stlar. Yaxshi. Xo'sh, bir zombilarni olishni boshlaymiz. Xo'sh. Mana shunday manavga solamiz va bu yerdan bizga ovqat, mana shunday go'shtlar chiqib keladi. Bulardan esa ovqat tayyorlaymiz. Albatta. Yaxshi. Xo'sh, boshlaymiz ovqat tayyorlashni. Mana birinchi pirogimiz. Bu yerda istamiz va bu yerdan pirog chiqadi. Xo'sh. Tezroq chiqsa olamiz. Xo'sh, olamiz va mana bu yerda tashlaymiz. Va bu yerdan mana parasoti o'lgan odamlar keladi. Oka, sizga parasot yo'qmi? Bular parasoti yo'q. Bularda farosati bormi o'zi? Yo'q. Hasan, sen narsalar qilaver, men u yerdan narsa topib kelaveraman. Mayli, men hozir o'qmoq sotib olaman. Aytgancha men ham sotib olishim kerak edi hozir borib. Kechqurun zombilardan urish uchun juda ham kerak bo'ladi aka. Qani hozir men ham olaman. Xo'sh, yaxshi, mana bu yerga qo'yamiz. Oka, 5000. O 5000 ekan. Xo'sh. O'xlog'imizni olamiz. O'xloq meniki edi. Yo'q, sotib olding adda. Bo'ldi. Xo'sh. Men endi temir olishni boshladim. Sen nima bu yerga qarayver. Xarita topdim. Keling. Xarita. Xo'sh, biz hozir tun bo'lishini kutamiz, Xo'sh. Ungacha narsalarni mana uydan uxlatamiz. Xo'sh. Ko'ramiz. Tezroq. Bu yerdan uxlatib ketishibdi. Xo'sh, kimdir bazaga turmasa bo'lmaydi. Mana mo'malarning, mo'malarning bibilarning ishqib kursisini topdim. Xo'sh, bu yerdan mana bu narsani ham olish kerak yoki keyin olaman. Xo'sh, yaxshi. Tezroq bo'lsa edi. Tezroq tun bo'lsa edi. Boshqa odamlarda basharasi xunuk bo'ladi aka. Xo'sh, olamiz. Xo'sh, mana bu narsalarni mana bu yerga tiqamizda, buni o'rniga. Tun bo'ldi. Tezroq turish kerak. Tun bo'ldi. Hozir qani kim kelar ekan? Qani. Voy, kelyapti. Majik. Zombilar bir g'alati o'ldirish kerak buni. Orqaroq turish kerak. Orqaroq. Xo'p. Qani o'zi kelish kerak. Xo'sh. Kelib qolinglar, olib qolinglar. Ket. Uring. Voy, 3 kishi keldimi? 3 ta zombi. Qarang qanchasini o'ldirdim. Yaxshi, kelib qolinglar. Beparasot odam go'shtidan yeymiz. Hech kim yo'qdi. Boyagi siz yopdingizku? Yo'q, men yo'qman. Xo'sh, bularni yig'ishtirib olish kerak. Xo'sh, bularni hozir mana bu yerga solamiz. Kelyapti. Qani. Uring. Bo'ldi. Все, нормально. Endi bu zombilar. Qarang, siz pirog tayyorlayvering, men hozir u yerlarga borib kelay. Pirog tayyorlab sotish kerak. Mana yerdan kimdirdi ustolimi? Yaxshi. Hech bo'lmasa, mana shu yerda ko'p narsa bor. Ko'rish kerak. Zombilarda agar mevasi bo'lsa oling. Mana. Va bular mazasini qo'shirdim. Bo'ldi. Zombilarning hammasini mazasi qo'shadi aka. Mazasini qo'shirdim, все нормально. Xo'sh, bu yerda hozircha hech narsa stol. Temir berar ekan bu. Xo'sh, bularni ham zombilarni ham olish kerak.
Perok tayyorlaymiz. Xo'sh. Ana bu yerga bo'lish kerak. Men bir xabir turish yoyadigan narsa bilan men urib yotibman. 3 kishimi? O yaramas. Ma. O, все нормально. Hammasini o'ldirdim. Xo'sh. O'zi biror qurol topish kerak u. Surat. Bitta surat topdim. O yaxshi. O mana bu temir xarita topish kerak. Уже xaritalar kerak bo'lyapti. Uy, iflos mana uni. Uy, yuragini yurak diyordi. Qimirlarkanmi? Uy, qizg'inar ekan. Uy, yunursin. Nima bo'ldi o'zi? Kaktus turgandim. Portlab ketdi. Oy, bular. Qiziq o'yin ekan. Xo'sh, o sandiq. Xo'sh, nima chiqar ekan? O, aptechka. Aka, men perok aptechka topdim. O, yaxshi. Mana ularni ham oldim. Xo'sh, tun bo'lishiga atigi 39 daqiqa. O, zombilar. O, yugurib kelayotganlar. Jin ursin, bular yugurib kelishar ekan. Kuchli, ancha kuchli ekan. Xo'sh, bularni tezda uxlatish kerak. Mana odamlar ham befarosat kelgandan keyin yeb ketaveradi. Gigant zombi bor. Все нормально o'ldirapman. Kelib qolinglar. Olib qolinglar. Oy, jinus. Ma, gigant bilan urushyapman. O, normalni bo'lardi men. O, xarita. Xarita topdim. Ana ikkita qutqardim. Xo'sh. Kechqurun bo'ldi, qayting. Hozir xaritani olish kerak. O, yaxshi. Zombi meni do'konimizga keldi. Mana mazangni qochiraman. Mana u kalasiga shuni ham to'qilgan. Xo'sh, tezroq kel. Kelib qolinglar. Olib qolinglar. Voy, zombi paydo bo'ldi. Oy, jinursin, bularni ko'pligini tezroq qara. Ma. So. Men gigantini o'ldirib Ma kelaman. basharanga. Voy, mana. Tezroq. Oy, jinursin, bularni tashlash kerak. Qoch. Ma, iflos. O'zim yordam, все нормально. Tezroq kelib qolinglar. Voy, go'shtlar bor kerak. Tez. Ko'p kelishdi. Tez. Basharanga. Ma. Ur. Yaxshi. Jo'ning kap qoldi. Qani arqaroq tur o'zim. Xo'sh. Все нормально bo'ldi. Ertalab bo'ldi. Xo'sh, endi perok tayyorlab. Telefon keladi. O'zini eplab olsin. Biz nima qilishimiz kerak? Jinursin. Men hozir xaritam bor edi. Bundan Xarita. birorta meva tushgani yo'q. Ana mana shu narsani yasash kerak. Mana shuni yesa zo'rga o'xshayapti. O bitta saz tushdi. Xo'sh, mana shu narsani yasash kerak. Все. What the? Nima? Oy, jinursin. Ikkita bo'lsa yaxshi. Davay, narsalar tayyorlayver. Men xamir. Xo'sh, bu taraflarga bormadim. Xo'sh, tezroq boramiz. Xo'sh, tezroq. Ungacha esa bo'lar kanalga obuna va like bosib qo'yinglar. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak bo'lar. Iltimos bo'lar kanalga obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Xo'sh, ungacha esa mana bu yerda olmagan narsalarimizni olib qo'yaman. Xo'sh, mana bu ham kerak. Mayli olamiz. Xo'sh, bu yerga asosiy hech narsa yo'q, chunki o'marib ketib edim. Mana bu uyga kirganim yo'q shekilli. Mana bu uyga kirganim yo'q. Gigant zombi. Hammangga. Mana gigant o'ldiradimi deyman meni. Gigant o'l. Все нормально bu. Lentlarda kuchi sal ko'proq bo'ladi, bilasizmi aka? Nima chiqarkan? Da. Xo'sh, bundan nima chiqarkan? Xo'sh. Yana aptechka chiqdimi? Aptechka kerak bo'ladigan narsa.
Yo'q, kerak emas. Hozircha bizga bu kerak emas. Chunki aptechka baribir o'lgandan keyin turg'izib bo'lmaydi. Bu zombilar yangicha yuguradiganlari yangi meni o'ldirishga sal qoldi. Meni yangi jonim qip-qizil. Hozir bu yerga yaxshi. Sandiq topdim. Xo'sh, ichida yana aptechka chiqadimi? Уже hammasidan aptechka chiqib boshlayapti. Tezroq do'konga qaytish kerak. Kechqurun bo'lyapti. Xo'sh, birorta nima qilishga ham pul yo'q. Xo'sh, zombilarni boshlab kelyapman men. Pirog tayyorlayapsizmi? Yo'q, hali ham tayyorlamayapsizmi? Bo'ldi kechqurun. Zombilar уже keldi. Все нормально уryapmiz. Давай, Mezi. Давай, Hasan, давай. Xo'sh, yaxshi, normal o'ldirdik. Gap qolinglar, Hasanning go'shtlari bor. Ha? Mana Qani? dera bo'ldi. Derazaga ana u taxtalar sindirib zombilar. Hozir men piroglarni Keldi zombilar. Mana. O'ynamali. Hozir boraman. Bo'ldi, epladim. Xo'sh, bu yerga boshqa yo'qmi? Yo'q. Gap qolinglar. Go'shtlar bor, kelinglar. Zombi go'shtlaridan ovqat tayyorlaymiz, kelinglar. Kelyapti. Keldi. Qani? Ke, все, братишкам, ke. Братишка. Ke, братишка. Bo'ldi, все. Bularni endi yig'ishtirish bo'ldi. Mana bu yo'q. Ke, bratишка, urib tashlayman. Uxlaganingki. Bo'ldi, ertalab bo'ldi. Ertalab, все, normal, hammasidan qilish kerak. Chelak bittasidan chiqdi. Chelakni narsa yasashga qilish kerak. To'xta, yangi kashfiyot qilamiz biz. Xo'sh, yangi olmani ham tashadim. Xo'sh, olmani olamiz. Qani yangi kashfiyotni qilib ko'raman. Olma qolib ketdi aka. Qani olma? Mana. Xo'sh, zombi kelmayapti. Zombilarni yig'ishtirib olaver. Xo'sh, buni mana yangicha pirog, yangicha ixtiro qildik biz. Xo'sh, mana temirlarni ana bu yerga solsam, yaxshi. Xo'sh, solish kerak. Yaxshi. Aptechka, 3 ta aptechka ham bo'ladimi? Mana shuni yasash kerak. Mana shu narsa bizga zo'r kerak. Juda ham kerak. Yaxshi. Bularni olishga hozir qarang. Qara. O'rganish kerak. Qachongacha o'rgatamiz? Kallani ishlatish kerak-da mana. Endi zombilar kelaversa, mana shu yerda joni ketaveradi mana. Shunda qo'yamiz, yaxshi oxirgisini. Yo'q, mana shu tarafga qo'ysak yaxshi bo'lar-a? Ha. Yaxshi, bu shu yerga qo'yamiz. Yo'q, все нормально bo'ldi. Bo'ldi, ular kelsin bizni. Endi birov qarang. Endi bunday kelaversa, mana shu yerda joni ketaveradi. Faqat bitta minus tarafi joni kam ketadi. Bir 15 talardan keyin sinib ketishi ham mumkin-da. Shunisi ham bor. Lekin yana yasayveramiz. Qani undan ko'ra tezroq mana pizza deydimi nima? Pirog. Ha. Pirog yasashni boshlaymiz. Mana uni olib qo'ysak yaxshi. Olmali yangicha ixtiro bo'ladimi? Yo'q. Buni yasadingmi? Ha. Yasagan yaxshi bo'lardi. Qo'yish kerak onasini emasini. Qo'yish kerak. Pul ishlash kerak, to'g'rimi? Ha, bizga pul kerak-ku. To'g'ri. Ana sandiqdan bir pistolet ham chiqmaydi. Ha, men aytgancha, endi kech qoldim. Bora olmasam kerak. Ana uyga borib ko'raymi? Yaxshi, bitta uyga borishga
Baxtim bor ekan. O'ldirmasa. Kechqurun bo'lib qoladi. 1 million pul yig'ildi menga. Xo'sh, hozir ko'ramiz bularni. Yo'q, hech kim yo'q. Qo'lim qichib turgandi o'zi. Lekin hech kim yo'q ekan. Qo'lim qichimay qoldi. Ustalar topdim, yog'ochdan momo yo'q. Xo'sh, eplab bo'lmay qoldi biz. Все нормально biz. Boyimiz уже. Yanibdi sandiq. Qurol chiqdi. Pistolet. Xo'sh, bularni olamiz. Kechqurun bo'ldi, qayting. Xo'sh, hozir boryapman. Jin ursin. Уже meni zombilar quvlab boshlaydi. My floss. Xo'sh, do'konga qaytyapman. Shu nima edi? Revolver deyishadi menimcha. Ha, revolver. Xo'sh, уже hujum boshlandimi? Ha. Yaxshi Hammasi ikkita zombi kelib edi. Xo'sh. Ana terazani sindiribdi. Все, bu yerdan kelib o'lib ketishadi. Все, normal. Yo'q, derazadan kelyapti. Qani o'sha yerda men qarayman, bu yerda sen qarang. Mayli. Xo'sh. Ke. Hammangni bitta yo'ramanki. Xo'sh, piroglarni sotishga qo'yavering. Ma basharang qursin. Yo'q, ana. Optinga qo'yog'im yoqki. Baqki. Tegma. Baqki. Normal. Ertalab bo'ldi. Mana ular bu yerga nima qilishyapti? Zombilarni kalasiga. Biz yutdik, короче, biz yutdik. Davay, zombilarni sotavering, bro. Mayli. Mengacha narsalar topib kelaman. Xo'sh, mana shu yerga kelgandimi? Yo'q. Katta uy. Xo'sh. Mana shu yerda zombilar ko'p bo'lishadi shekilli. Mana shu yerda ko'p narsa bor. Mana shu yerda ko'p narsa bor. Topsa bo'ladi. Faqat shu uy ochilsa bo'ldi. Nima? Uyga kirsa bo'lmaydimi? Bo'ladi, mana bu. Xo'sh. Kirsa bo'lmas ekan. Xo'sh. Bir narsa qilib kirish kerak u. Kirsa bo'lmas ekan bu. Maktabmi? Mana shu narsa bizga kerak. Xo'sh. Bu narsalar bizga kerak. Mana shu narsadan pirog yasaymiz. Xo'sh, mana bu uylarga kirmadik. Men ham yangicha kashfiyot qilaman. Xo'sh, revolver bilan pirogni ustiga piyoz. Gigantlar endi menga bor-ku. Endi oston bo'lib qoldi gigantlari. Xo'sh, mana ularni olsam, mana yerda odatda eshik bo'lardi. Xo'sh, mana bu yerga borsam yaxshi bo'lardi. Yo'q, bu yerda ko'rishgan shekilli. Xo'sh, mayli, mana shu yerlarda demak mana bu yerda ko'rmagan shekilli hech kim. Xo'sh, sandiq bor shekilli. Jurursin, bu zombilarni qaranglar, ko'pligini. Menga hozirchalik zombi uncha kerak emas. Xo'sh, bu yerdan nima chiqibdi? Bu nima? Kartoshkami? Piyozmi? Ne farqi yo'q bolalar. Jurursin. Ko'pligini nima ulardi? Kattaligini gigant zombi bitta bo'ldimi? Bro, boshida otsangiz bitta o'lar ekan. Shu bittaga otish kerak lekin. Xo'sh, mana ulardan olsak yaxshi. Yangicha yana kashfiyot. Sandiq. Xo'sh, ichidan yana aptechka chiqdi. Bugun omad kuni boqmayapti-ku. Ha, qurollar chiqmayapti. Faqat bittagina shu revolver chiqdi menga. Aka, ana uni sandiqdan olasizmi yo sotib oldingizmi? Kattaligini. Yo'q, rostdan ham kattami yo'q? Yo'q. Mamars. Yana rasm topdim. Ko'p rasm topibman. Xo'sh, bu yerlardan biz bor-ku. Boymiz. Biz boymiz. To'g'ri.
Biz kuchayib ketdik. Uy. Xo'sh, bu nima? Gantel. Endi Yana sandiq topdim. Bolalar, agar qurol chiqsa, like va obuna bosasizlar. Qani olg'a. Bolalar mana. Qurol chiqdi. Qani. Endi va'da bersin bolalar. Xo'sh, yana olib qo'yamiz. aka tez kelmasangiz bo'lmaydi. Davay, hozir boryapman, tezroq. Уже uzoqqa ketmagan. Basharasini qarang. Basharasi yomon xunuk bitta zombini. Biroz sizga ham qurol topdim. Yo'q, keyinroq berasiz. Voy, mana, voy. O'tdim. Все, нормально. Men bu nimani derazani qovurayman siz eshikda. Uy, yugurib kelayotganlar. Bananni qarang, banan kalla. Ma. Shaftoli qo'qilar kelyapti. Gigant zombi keldi, gigant. Voy. Gigant. Все. Все, qoching, bro, qoching. Voy. Bro. Xo'sh, qurolni beray dedim, voy bro. Lekin zombilar hujum qilib oldi. Xo'sh, bularni o'ldirdim. Uy, gigantlar ko'p kelyapti. Xo'sh. Okey, bro. Hozir. Uy. Tentak o'limmi nima? Xo'sh. Bizga reklamasi nima kerak? Xo'sh. Uy, jahldor. Nima, jo'jami? Tuxumdan chiqqan katta jo'ja. Xo'sh. Bro, sizni davolab berarkanmi? Xo'sh. Shunaqa qilsam, yo'q. Ular videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, like va obuna bo'lsanglar. Agar shu video ko'p like, obunachi ko'p yig'sa, yana videolar, men shu videoni yana video chiqaraman, yangi video chiqaraman bolalar. Hozircha esa xayr bolalar.